Assalomu alaykum. FinPro dasturida konstruksiya yaratish. Shaxsiy kabinetga kiring va konstruktor oynasini oching. Shablonlar katalogidan siz uchun kerakli bo'lgan konstruksiyani tanlang. Zarur bo'lgan o'lchovlarni kiriting va foydalanish tugmasini bosing. Siz tanlagan konstruksiya ochiladi. Mijozning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda konstruksiyaga o'zgartirishlarni kiriting. Saqlash va hisoblash tugmasini bosing va tayyor bo'lgan konstruksiyani o'lchov sifatida saqlang. FinPro eshik va ronaqlarini sizga tezda hisoblab beradi. Eshik va ronaqni hisoblashda quyidagilar e'tiborga olinadi. Ishlab chiqarish uchun ketadigan mahsulotlarning tan narxi, yaroqsiz uzunlikdagi mahsulotlarning tan narxi, mahsulotni ishlab chiqarish marjasi. FinPro dasturida siz istalgan turdagi konstruksiyalarni tezda yaratish va hisoblash imkoniyatiga ega bo'lasiz. FinPro dasturidan foydalaning va biznesingizni yangi bosqichga olib chiqing.